Kim aytdi, domdagilar tandir somsa qilib yomaydi deb, undan ham zo'rini tayyorlaymiz. Idishimizga iliq sut, shakar, tuz, drojani solib, yaxshilab yumshoqqina xamir qoramiz va oshirganni yuboramiz. Oshgunga qadar somsamizni xamirini tayyorlaymiz. Suvimizga bir osh qoshiq tuz solib, qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni birozgina tindirib, yaxshilab yupqa qilib yozib, oralariga yog' surtamiz va yarim soat muzlatgichga jo'natamiz. Yog'lari yaxshilab qotib, qatlari yaxshilab ochilishi uchun somsa xamirlari dam olgunga qadar qaylan tayyorlaymiz. Bu hammani o'zini xohishiga qarab, go'sht, piyoz, qizil paprika, tuz, ziravorlar va 3 osh qoshiq suv solamiz. Qaylamiz yana ham suvli chiqishi uchun tingan zuvolalarimizni mana shunday chiroyli qilib, tomchi shaklida somsa qilib tugib olamiz. Oshib chiqqan nonimizni xamirini teng ikkiga bo'lib, non shaklini berib olamiz va qizib turgan qozonimizga tuxumni oqini sarig'idan ajratib, somsani tag qismini botiramizda yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Va qozonimizni o'rtasiga tuz solamiz. Buni sababi somsalarimiz pishayotganda bulardan suv oqib, uyingizga noxush kuyindini hidi tarqamasligi uchun tuxumni sarig'ini surtab, ustilarini chiroyli qilib kunjut bilan bezatamiz. Qizigan qozonimizni qopqog'iga nonimizni yopishtirib, 1 soatga past olovga qo'yamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, mehnatimga kommentariyada 1 dan 5 gacha baho berib keting. Xafa bo'lish yo'q. Yurechani bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan-da ajoyib retseptlar bilan yana ko'rishamiz va bu videoni domda turadigan tanishlarga ham jo'natib qo'yamiz.